go'sht narxlarini o'rganish uchun Korzinkaga tashrif Mol go'sht mahsulotlari 70 ming so'mdan 170 ming so'mgacha tana a'zolariga qarab har xil narxlarda. Qo'y go'shtini qo'l qismi 129 ming, qo'lroq qismi esa 109 ming so'mdan sotiladi. Biz mahsulotlari tasmaga qarab 20 ming so'mdan 120 ming so'mgacha mavjud. Qo'y go'shtlari narxi 35 ming so'mdan boshlab 45 ming so'mgacha. Biz hozir Korzinkada go'sht mahsulotlari narxini o'rganib bo'lib, endi esa dehqon bozorining narxlarini o'rganishga yetib keldik. Biz bozordagi narxlarni o'rganib chiqdik. Bozordagi narxlar Korzinkadagi narxlarga qaraganda arzonroqligini bildik. Bu yerda eng arzon go'sht mahsuloti 120 ming so'mdan, eng qimmati esa 140 ming so'mgacha ekan. Qo'y go'sht narxlari bo'lsa 120 ming so'mdan 140 ming so'mgacha mavjud ekan. Bu yerda Korzinkadan ko'ra ancha arzonroq ekan. Ko'rib turganingizdek, biz hozir supermarket va bozor narxlarini solishtirdik va ular o'rtasida sezilarli narxlarda farq borligini bildik. Endi so'nggi yillikka 5 yildagi go'sht narxlariga nazar qaratsak, 2021-yil holatiga ko'ra go'sht narxlari 45 ming so'mdan 60 ming so'mga sotilgan. Hozirgi kunga kelib 120 mingdan 140 ming so'mgacha sotilib kelyapti. Buni endi foizda ko'radigan bo'lsak, go'sht narxlari deyarli shu 5 yil ichida 1 barobarga oshgan. Ya'ni 110-120% gacha go'sht narxlari shu 5 yil ichida oshdi. Shu oxirgi 5 yil ichida go'sht narxlari bu darajada oshib ketishiga nima sabab bo'ldi deydigan bo'lsak, birinchi o'rinda mol va qo'ylarga beriladigan yem xashak narxlari sezilarli darajada oshdi. Chunki 2021-yilda mollarga beriladigan yem va xashak narxlari hozirgiga qaraganda 50-40% ga oshgan. Ikkinchidan bo'lsa, aholining go'shtga bo'lgan talabini oshishi. Umumiy xulosa qilib aytadigan bo'lsak, go'sht narxlarining oshishiga asosiy sabab bu aholining go'shtga bo'lgan talabi. Bundan keyin ham go'sht narxlari so'nggi 5 yil ichida oshib boradi, chunki aholining go'shtga bo'lgan talabi hech qachon va hech qanday yo'l bilan qondirilmaydi.